Assalomu alaykum hurmatli hakamlar hay'ati, kitobsevar do'stlarim. Men 11-umum ta'lim maktabining o'quvchisi Bahodirov Lazizbek bo'laman. Men bugun sizlarga oddiygina bir kitobni hikoya qilishni xohlamayman. Men sizlarni insoniyat tarixidagi eng dahshatli, eng qo'rquvli sahifalarga nemis yozuvchisi Erich Maria Remarkning Harbiy frontda o'zgarish yo'q asarining urush yillariga olib kirmoqchiman. Bu kitob urush haqidagi tasavvurlarimni butunlay o'zgartirib yubordi. Chunki bu kitobda urush qahramonlik emas, balki insoniyatning eng og'ir fojiasi sifatida shakllantirilgan. Bosh qahramon Paul Boymer va uning maktabdosh do'stlari haqida hikoya qiladi. Ular vatanparvarlik ruhidagi balandparvoz gaplarga ishonib, Birinchi jahon urushiga o'z xohishlari bilan jo'nab ketishadi. Lekin ular front chizig'iga borganda, ular urushning asl yuzini ko'rishadi. Har kuni qon, o'lim, qo'rquv bilan yuzma-yuz kelishadi. Ular hayotining eng gullagan vaqtida halok bo'lishadi. Bu asarda meni juda ham ko'p o'ylantirgan bir jihat bor. Urushda g'olib tomon bo'ladi, ammo baxtli tomon bo'lmaydi. Urushning har ikkala tomonida ham insonlar, ota-onalar, ushalmagan orzular bor. Bu asarda meni ta'sirlantirgan bir sahna bor edi. Bu Paul Boymer dushman askar bilan bir chuqurda yotishi edi. Paul o'z qo'li bilan o'ldirgan askar bilan bir chuqurda yotardi va uning cho'ntagini titkilashni boshladi. Uning cho'ntagidan uning ayoli va jajji qizalog'ining suratini topdi. Paul tushundi, lekin juda ham kech bo'lgandi. Paul shunday o'yladi. U bizning dushmanimiz emas. U ham oddiy odam. Kimningdir sevimli yori, kimningdir mehribon farzandi va u ham bir begunoh kishi edi. U o'lik askarga qarab, "Birodar, meni kechir. Men buni juda ham kech tushundim", deb yig'lay boshladi. Bu yig'i butun insoniyatning faryodi edi. Men bu asardan shunday xulosaga keldim. Insoniyatning eng katta boyligi bu tinchlikdir. Bu asar menga bir haqiqatni anglashga yordam berdi. Haqiqiy jasorat bu jang qilish emas. Haqiqiy jasorat har qanday vaziyatda ham insoniylikni saqlab qolish. Imkon bo'lsa bu asarni hamma o'qishini xohlardim. Sababi bu kitobni o'qiganingizdan keyin mana shu tinch zamonamizning qadriga yetishni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.